Assalomu alaykum aka. Hamid akamning do'koni shumi? Keling, manman Hamid akajon, nima xizmat? Aka, men Malibu 2 baka o'yin bor edi. Navoda olib qolmaysizmi? Arzonroqqa berib yuborardim. Aka, tegi tozami? O'g'irlanmaganmi ish qilib? Hozir salonga narsalar ko'payib ketdi-da, aka, odam qo'rqadi baribir. Yo'q, Hamid aka ne o'g'irlangan bo'ladi, aka. Ko'chada yuramiz. Malibu bor, Mers qo'yuvdi, endi bunisini sotish kerak-da, bratan. Hamid aka, assalomu alaykum. Qalaysiz, bratam? Aka, men primer tabloni olib qolmaysizmi? Mashina sotiladigan bo'lib qoldi, aka. Ya'ni bratga aka, qalaysiz, sizmisiz? Ha, bo'ldi, olib qolamiz, aka. Yaxshi bolaga o'xshaysiz. Nech pulga berasiz aka bu tabloni? Bozorda qimmatroq deyapti sizga, aka. Pabratski arzonroq qilib beraman. 200 ga olib qolsam, 400 ga sotib olaman. 200 ga foydalanaman, jek ekan dedi. Aka, 200 ga bera qoling. O'zi unaqa qimmat sotilmayapti. Rahmat, mashina o'rab qo'ygan. Cho'ta Hamid aka, bu 2 kundan beri oldingizda o'ralashib yuribdi, shakal bashar yoqmayapti-da menga bor-ku. O'zim mashinamni yetyapti. Unaqa bolaga o'xshamadi lekin arzonga beryapti, Rahmat. Men masjid do'konidan oldim, aka. Aka, biz bu videoni nimaga qilmoqchi bo'ldik? Aka, hozirgi paytda bunaqa narsalar ko'payib ketgan. Men o'zim bu narsani boshimdan o'tkazganman, aka. Insonmiz, baribir arzon olib qolishga baribir havasimiz ketadi, nafsimiz qo'l keladi-da. Shu narsaga ehtiyot bo'lasiz. Arzon narsa ko'p hollarda qopqonda bo'ladi, aka. Videoni tadbirkorlarga jo'natib qo'yasiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.